Ağrıgan yerlerimni silab, ağrımagan yerlerimni sanab, do'ngaslab, oqsab mengib uyga kirganimda allaqachon xubdan bo'lgan edi. Dadam bilan onam mening yuz ko'zlarimni ko'kartib, qonitib, oqsab kirganimni ko'rib cho'chib ketishdi. Men bo'lsam har holda hayot qog'inimga xush bo'ldim. Dadam bilan onam yiqilib qopib, o'ndirib oldimga keldi va so'roq o'tdi. Voy, nima ish bo'ldi? Birisini urishdingmi jinim bolam? Yana nim bo'lding? Alg'ulmash bo'libsan-ku, itta olmaganda? Dedim dadamning gapiga o'g'am qaynab. Ey dada, ish talasi mushundaq bosh ko'zini talamdi ekan. Mahallimizdan qonjiqlar talab oldi. Har olmaydigan kuskula. Sadi nima ish bu? Tilini chaynamaydigina? Voy bechora bolam. Dadam bilan onamning holimga echinayotganligini bilatdi. Shundaqdimi tin og'ili qo'ymay so'roq tortishi sal ichimni pishirdi. Nemisini de. Olmayman deb qo'yganim uchun qizlarni to'plab urg'ul sag'inimi? Ustixonlarimning cho'g'ilib ketadigandak og'rib ketayotganligini ishqilib ochiqdan yerlay dedim. Voy, nim bo'ldi? Bir gap qilg'ina. Dedi onam peshonamdan tepchib chiqayotgan qonni qo'l yog'liqi bilan surtgach. Sap-saq chiqib ketdi. Nim bo'ldi jinim bolam? Ahvon nurunsa İmanı xacamdan qanjiqi. 2 kun ilgari Nurunsaga sen bilan to'y qilsam bo'lmag'idek, yaxshi to'y qilmayli deb qo'ygandim. U chaqda jimla turadi. Shuning bilan tugagan chig'i debdi men. Bugun kechda chiqsang gapim bor degandi. Ma'qul deb chiqdim. Meni olamsan, olmamsan deb so'rab turib oldi. Men shuning bilan olmayman desam, nereden paydo bo'ldi-kim 5-6 qiz bola chiqibdi meni kaltaklab urib ketdi. Voyjonlig'anga, yalmurg'anga unamdigan kasofat qanjiqlar. Xap. Yani şu Nurun saatiga potlavashma, xap to'xtab tur. Men chiqib, burundan buloq qilvatmasam. Dadam paypaslagan peti talog'i mangan onamni chaqirib to'xtatib oldi. To'xta. Ha, o'tin kishi degandan checha uzun aqli qisqasadi. Bu keshi ne chiqsa, biz o'g'limizni saqlab, yotmagan bilan haq allaqacha yetib uxlab qolganda. Uxlab bo'lganda deb mushnaq ishimiz yutib o'tiramda. Dedi onam chalvaqab. Avu to'ng'izning qornidan tushganlar shundaq maza qilandi odamni. Bir kun qopib, oni satlab tillab yursa, bir kun qopib dalsa olib yursa, bir kun bo'lsa qizi odam yig'ib urib yursa, zat biz nim qildik bu razgilarga? Har qancha non chaynab berib qo'ygan bo'lsa-mu, unda qis bo'lmaydi-da. Ilimi shu bozak bo'layli demadim. Deysangmi, adi chiq, davatma. Bu kechida xalqni yotqinda sug'urib chiqib, urushmoqchi bo'lsa, her gap bo'lsa, tavasul amisi. Dadam onamning qo'lidan tortib, eshik tudini qaytirib keldi. Og'riq dastidan ustixonlarim zingildab turadi. Kimlar o shuncha besh yo'g'on? Dedi onam ochiqni besib olmay so'zlab. Kimning qanjiqlari ekan zaten? Nurun sadim boshqalari. Kimdi ishni qilib, oyliqqa. Oy. Barat Xijakning qizi Buvajarxon. Avu Osman Topaqning qizi Maryam Topaq. Hashim Postekning qizi Jiminxon Postek. Patamxon Tompayning qizi Amangul Tompay. Evliqa Ubulqasim Matangning o'gay qizi Buzahra. Yana birisi ismda qolmabdi. Ishqib hammasi olta. Voy yo'g'on bosh dalta. Qachon cho'chor esa ishni sanab yeymiz. Sen tayoq yeb kelib, yana tayoqni kimda yeganini bilmaysan degina. Isit seni o'g'il bola deb boqqanim. Dadam shundaq degach ko'tmak saqilini qamollab beshini chayqab ketdi. Bu gap menga bek nahar keldi. Shu hamon bayatdan qizlar etilib kelganda hujumga o'tiblar taras turus urib yotqizib etmaganimga pushaymon qilib ketdim. Undaq o'ylig'inim bilan biraqli kelgan 6 qonjiqqa kuchimning yetishim bir gapda. Qiziq gap qildiqna madam. U qonjiqlar aram bermay urib tursa, bo'zay bu yoqda yegan tayoqni sanab turib o'tganda, elmi saq yer qolmabdi bichar jinim bolamning. Dadam bilan onam jidal tahlil qilyapamdi yoki menga ich og'ritib holimga ichinyapamdi, buni bilmadim. Ishqilib meni bir chetga qayirib qo'yib o'zaro takallashib tushgan edi. Shu topdagi dardimni faqat o'zimni bilatdim. Olay deb qo'ygan gunohimga qilgan eskiligi bu. Xap Nurunsa. Ammay o'ltirib qolasa ilohim. Voyjon yeylab yetib bir kecha o'zimni uxlamadim. Ota-onam, ini singillarimni uxlatmadim. Onam bo'lsa tong otqichi Nurunsa ham uning uydagilarini tillab qarg'ab chiqdi. Dadamga xo'rkini bir boshlasa, beshida urush partilsimi tuymaydigani? Oqshom yotgancha midirlab qo'yaymi demay, uxlagan. Odatda onam bek sar uyg'otib Noqilab qayg'il turdigan bo'lsa, yilg'o menkanman, o'lik bo'lsimi chidamay o'rnidan turib ketgandek to'la chalvoq qaytdi. Lekin bugun atigan qayimidi.
Meni o'yg'atmadi. Bechora onam azalda yig'amga tang yig'lab, kulkamga tang kulib kelgan bo'g'achqa kechadan beri men bilan birga voysab chiqqan edi. Men bo'lsam oqshom yegan tayoqning huzurini surib, injiqlab yotatdim. Nashliq uchun choy qaynatishga temshalgan onam atigandla sirtdagi eshikning jaloqishib qilqilishi bilan to'qpoq yemasi kimdo bu endi deb g'udirg'ach sankirab talaga mindi. Hayal o'tmay bo'sog'ida avval onam orqadan Nurusa paydo bo'ldi. Nurusa o'ng qo'lida yo'g'on bir ko'r ko'tarib olgan bo'lib, ko'rda oshboz kerak, bo'r ko'tarilib turardi. Onamning chiroyi ochiqdimi, aytavr qordab ketgan bo'lib, tishlari g'ujillab turardi. Qoq atiganda so'q mehmon bo'lib ishik chekkanlik uchun Nurusaga qattiq tegib salamu deb ansiraytdim. Turib Nurusaning azar yeb ketishidan ansirganimga hayron bo'lib qoldim. Onam Nurusani uyga boshlab qo'yib, qo'lidagi ko'rni olmadi. Ya supuga boshlab o'ltiring demadi. U huduqqinicha birdam qarab turgandan keyin supuga chiqib yenimga keldi va ko'rini yostiqimning yenida qo'ydi. Qandaraqdirsiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Mijoz yo'q bo'lib qoldimkin deb yo'qlab kirishim. O'g'ishtib o'g'ratgan qozonini tushirib tutlab bir ko'r ichirishim. Issiqda azroq bo'lsin ichib boqamsiz. Uning xuddi o'z uyida turganda qilchi tartinisiz, qilchi yatsirmay turib shundoq deginiga tegi hech bo'lmagandek parvoyi yo'q ahvol so'roq qilib bir turib ochig'im kelsa, bir turib kul qistashga boshladi. Shundaqmi mendan bo'lamdi qiz bola degan. Uydagi suv yo'qmagandek qilganish faqatli ko'zi ko'rinmaydi ekan qatan. Tix tunigilla. Men hozir qozon beshdi etdim. Noyishliq birdan tayyor bo'ldi. Ortiq javob ketibsiz, xon bolam. Ashni ap chiqib, iymon xonsining. Sizlarni avar qilsak bo'lmas? Onamning zarda bilan degan gaplarini anglab badanim tikallashib ketdi. Ammo Nurunsa xuddi onamning oshindaq deydiganligini oldin biladigandak qilch tamtirmadi. Ham kulib turib shundaq dedi. Anam o'sindiganni qozonda qo'yib kirdim. Endi chiqib sunsami bo'laverdi. Ya bo'lmasa o'zir elib ichib turar. Birar qatim men sunmaganga achichalmay qolmas. Qo'shni bo'lgandan keyin ancha-muncha issiq sulishib turayli dedim. Onam shundaq degan edi. Nurunsaning gapini anglab, onamning chiroyi tatirib ketdi. Shu top sapra mijoz onamning ochchig'i oron hoy berayotganligini bilmak tasamas edi. Voy, kim bu? Qadam yetdi, balo yetmisin qizim. Dadamning shundaq teginichi kirib kelishi o'ng'aysiz kayfiyatni o'ngshidi. U go'yo ko'rishmagili uzun bo'lgan tuqqinini ko'rayotgandek olamcha xushal edi. Nurunsaning bu uyga kirishi tunji qitimdak, aslida burunroq mushunaq bo'lish kerakdak. Dadam uningga bakli qizg'in muomala qilib atadi. Buni ko'rib onamning texinbak judini o'rladi. Assalomu alaykum Qasim dada. Yasnaxonni issiq ichib boqamdikin deb uyga kirgan edim. Dedi Nurunsa sal xijil bo'lgan holda kulib. Emsi men chiqay. Anam izlab qolmasin. O'ltirib ma'monsiz qizim. Xannisa xon onangizning chaymo tayyor bo'lay debdi. Biroq piyola choy ichmansiz bo'ladi. Rahmat bo'ldi. Uyga chiqay, yana kirarman. Nurunsa shundaq deb shipildab mang'ini chiqib ketdi. Dadam onamni eshikdan chiqib ketayotgan Nurunsani uzib qo'yishga shart qildi. Biroq onam dadamga qatirib birini olaverdi-da, mo'r o'choqning oldida mokkada o'ltirib o'choqqa o'tin selishga boshladi. Dadam onamning bu qiliqqa qarab xirildab kulgunicha Nurunsani uzib qo'yish uchun chiqib ketdi. Ayol o'tmay qaytib kirgan dadamning guli qaqalari echilib ketgan edi. Hay! Mana, olsam mushunda qiz bola ol bolam. Dedi dadam og'zi qulqiga yetgan oldi kulib. Bir qo'lida o't, bir qo'lida suv. Karomat jini bor qiz bola bo'pti. Tunigin kechda urib mahcha aytib qo'yib, bugun ashkotim ahvol so'rab kiribdi. Men degan erkaklar qila olmaydi o'qilganda. Ko'zim borkan bolam, xato nishonlamasa. Bo'ldi, quruq gapni qo'y. Sana xotin bo'lgan Nurunsadan boshqasi bekar. Ot kalsak oltin kesmo, sana mush qiz bolani elib berma. Hut dadisi, shagap qilatmaydiganlar. Odam saatni men etbermayman da'vatman. Etgan kelgan mushtin yonma debdigan ko'nglar. Shunga izni qilib uyga tashlab qo'ydim. Yiliroq uyga chiqib, chalsin deyishman taxi. Uyga boshlig'imni xato tushunib, paylda yinib qolganchig'i deb qolmislar. Men bu potlavashni bularga hargiz etbermayman. Yilg'o osh ko'tarib kiribdi, bo'ylanta oltin ilib kirsimi bika. Hey, bola yolg'iz siningli balangma? Bu uyda mening gapim o'tamdi, o'tmamdi, ha? Kallan bo'lsa o'ylab boq xotin. Dadam o'ng qo'lining bigiz barmoqini o'zining beshiga chinab turib, qahri bilan varqirdi. Mushundaq jini bor qiz bolalar o'ylab qo'ysak, keyingi kunlarda o'g'lim ko'ngli to'q, xotirjam o'tadi. Ya o'zining ko'ngli xush qila olmaydigan, ya kishining ko'ngli xush qila olmaydigan, ya qo'lidan, ya og'zidan kelmaydigan. Bersang yeyma, usan o'lma deb ko'shib o'ltirgan ta'tir paytlardan men yaxshi emasmi?
mahallamizga qizlar qarab boqina. Qaysi biri nurinsa, Zeyneplardek o'zini tuzab, kiyim-kechaklarni shoyi kiyib yuradi. Ko'nglining suvi bor odam ashunda qila oladi xotin. Nadiga poplisini o'shab aytolmaydigan qizlarni elib berganim bilan, yo o'zini o'shab odam qila olmay, yo yerni o'shab qila olmay, qachon qachshapini tizdan oshmay yetanda, erni qilganmi xotin, yer qilganmi xotin degan hikmat unutib qolmanglar jinim onasi. Men bu bolaning baxtini o'ylayapman. Dadam gaplarini tugitib bo'lguncha go'ran tomirlari ko'pib, chiroyi qizirib titrab ketdi. Buningdan uning onamning gaplariga bakla ochiq kelganligini bilib olg'ili bo'ladi. Shu menmi shu bolamizni deb. Bo'ldi. Sen qanday qira chiqarsan karim yo'q. Onasining ishkiyani silvag'ini qizini elib bermaymiz degan gapni qilma. Bir zamonlar sizlarning o'zgarimini asliganmi? Tag'i yerim kechada kirib urib yotqizib qo'ymadimi? Jondan kechmay janoga yetkil bo'lmas degan bir gap bor. Ha, o'g'il bola bo'lgandan keyin pilini bog'lab putini bir yerga tishlasin. Uni yama o'gitib mushkuniga keldik. Bu qitim yo'l qo'ymayman. Urdig'anni urib bo'lib orqadan ko'ngil so'rab kirgan bo'lsa, bo'pti. U machiqni shunday qilganda, boshda olaman deb qo'yib tasvir chiqib bo'lganda, gapda inavasi kimdan ochiq kelmaydi? Ha? Bu to'yni qilganimiz qilgan. Qo'shnilarning qulqi silib tayyor bo'linglar. Mustaqillarnikiga dasxonlik ekirmiz. Dadam shularni deb bo'lib, noshtig'im qarmay ishni darang'ishib eshik chiqib ketdi. O'zimni xuddi ulug' bir o'tning ichida qolgandek his qilib ketdim. Dadam chiqib ketgandan keyin onam ig'ir xiyollar bilan xeyli uzun o'ltirib ketdi. Uning ko'z janoqlarida mangziga tashlanaydi deb qolgan ikki tomchi yosh parqirab turardi. Ichim seyrilib ketdi. Mening sababimdan ota-onamning jidallashib ketishini faqatla xohlamaydim. Ammo bo'g'liq bo'ldi. Har nim degan bilanmi o'rniq kelmaydi. Amzada qanday qilish kerak? Onamga tasalli berishni o'ylaydim. Biroq nima deyishimni bilmaydim. Dadamdan keyindan chiqishni o'ylaydim. Ammo og'riq dastidan midirlayolmaydim. O'rnimdan turg'idek mag'durim yo'q edi. Ana, choy tayyor bo'ldimi? Biz maktabga qolamiz. Singlim Faziliyaxon maktabga menish uchun oldirib onamga o'tingandek qaraganda ondan esi kelgan bechor onam eni singillarimning cheyni berish uchun o'rnidan turdi. Dadamning zo'ri bilan Nurinsa ikkimizga so'z soldirib qo'yildi. Hisobda Nurinsa ikkimizning to'y ishi og'zak kelishimga ega bo'ldi degan gap. Dadamning Nurinsa haqida onamga qayg'anlarini tushunishga, qabul qilishga tirishdim. Shundaqdimi uning o't qo'yganlari, qizlarni to'plab meni urg'izganlari yodimdan chiqmadi. Osh qiz bilan to'y qilishni o'ylasam, xuddi o'limga hukm qilingandek hissiyati bo'lib qolatdi. Lekin nima amal? Endi keynimga yansam ota-onam qattiq o'rishib ketadigan chiray. Texi o'zimni yetkich gap anglashim mumkin. Bu uyda azaldan dadam qilamiz deb bekitgan ish qilinmay qolgan emas. Shunaqa ekan, endi bo'lganda qancha qilsam gapim oqmaydi. Ya'ni kelib bu ishlarning mushundaq bo'lib kelishiga o'zim sababchi. Shunga hammani ishtiglikimdan ko'rib, boshqa gap so'z qilmadim. Nurinsaning otasi Zeynab texi yatliq qilingan bo'lg'achqa, avval Zeynabni yatliq qilib chiqarib olishi, undan navbat Nurinsaga kelish kerakmish. Qoida bo'yicha boshda cho'ngi, undan kichik talaliq bo'lsa bo'ladi ekan. Ikki qizning to'yini birga qilish maslahatiga iymoni qacham ko'nmay, ko'zining paxtasini chiqarganmish. Bir hisobda bumi yaxshi bo'ldi. Bu to'yni cho'qim qilishga tegishli bo'lsa-mu, qancha keyniga surilsa, men uchun shuncha yaxshi. Tayoq yegan kunimdan boshlab hisoblasam, saq bir oy bo'lganda yuz ko'zlarimdagi oliy yeshillar yo'qoldi. Putimdagi ishiq, badanimdagi zidlar saqiyib odamga o'xshaganimda Nurinsa bilan bo'lgan qadinasliqim allaqachon asli kelgan edi. U bizning uyga kirib chiqib yurib, onamni indak keltirib olgan bo'lib, onamning har gapida og'zidan Nurinsa tushmaydi. Bir narsa yesimi Nurinsaga siqinib ozroq yeb qo'ydigan, bir vaqt tomoq esa Nurinsaga sunmasa, yegiz kelmaydigan bo'lib qoldi. Bu qarmoq yaxshi ishda qismi menga nisbatan intayin yomon xavf bo'lib qoldi. Chunki onam Nurinsaga voy deyishdan burun uning eng amroq bolasi men edim. Geli siqilib tatliq turimlarni siqindig'inimi men edim. Eng ansiraydig'ini, eng ko'yindig'ini, hamisha mungdishdig'inimi men edim. Ammo hozir undaq bo'lmay qoldi. Umi peshonamga putilgini deb bilib, dardimni ichimga yutdim. To'y ish cho'nglarning degini bo'yicha bo'lgan bilan, ko'ngilish ularning deginicha bo'lmaydi ekan. Zeynepning to'yi bo'lgan kuni shu to'yga kelgan qizlarning ichidagi birisi ko'zim tushib qolib, Nurinsa ko'zimga sig'mas bo'lib qoldi. Balkim meni tutami yo'qkan deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Ammo o'ylab beqing. Siz ko'ngilning bundaq ishlarga yo'l qilib boqmaganmi? Ish qilib shundoq bo'ldi. Men buni kimgami deyalaydim. Amalsiz buni ichimga yutdim. Biroq u qizni surishtirib yurib, oxir topdim. Uning ismi Guljamal bo'lib, bu yil 15 yoshda ekan. U haqiqatan ismi jismiga loyiq Guljamal. Ya'ni kam kuchsiz chiroyli qiz edi. Cho'lpondek ko'zlari yurakni teshib o'tib ketgandek bir qaraydigan bo'lsa, ey Hannas, kichik ham umoq lavlari xuddi glas danisdek odamning zo'qini keltiradi. Ish qilib shu to'yda bir ko'ribli uningga ko'ydim. Qana qilaman. Mush ish uchun meni nima deb tillasanglar mayli. Uning ko'yib qolgani rost.
bu ishni onamga deymi, dadamga deymi deb bir qarorga kelib bo'lolmay, bek uzoq boshqa turdim. Ammo qandoqlik qilsam, ularning Nurunsadan yaltaymaydiganligini biletdim.